Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun video avzor boshqachasini qilib beramiz. Ya'ni siz benzindan zo'r yuradigan xizmat ikkita Malibu avtomobiliga ustonovka qildik. Kamerani yaqinroq olib keling. Xo'p, bu avtomobilimiz 2.4 hisoblanadi. 4 priz jihozi bilan propan ustonovka qilib berdik. Bu tomonda sizga ham xuddi shu xizmat original jihozlar bilan propan ustonovka qilmoqdamiz. Xo'p, bu avtomobilimizda ketgan jihozlar bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, kamerani olib keling. Eng kam foizga ishlab beradigan albatta Alex blogi bo'ladi. Va mana shu motorga maksimum davrini zo'r qisqartib beradigan farsunkamiz albatta Barakuda farsunkalari bo'ladi. Dakota farsunkalari bo'ladi degani. Va XP reduktorlarni hamma joyga cho'tki qilib ustonovka qildik. Bu tomonda sizga ham xuddi shu xizmat ketmoqda. Kimgadir mana shu ustonovkalar narx-navo qiziq bo'lsa, Sardor Metangizga obuna bo'lgan bo'lsa, super mega chegirma narxida kafolati bilan propan va metan ustonovka qilib beramiz. Bu videoni Malibuchilarga yuborib qo'ying. Agar narx-navo haqiqatan sizga qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldirib, bemalol telefon qilishingiz mumkin. 24 ga 7 bizdan uzoqlashmang.